Hey, hürmet körmeler, naq maydandagi tomoshabinlar, hammanglarning har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ko'rayotganinglar yangidan yo'l qo'yilgan Tibib keldi programmasi. Hammalarga ma'lum, sog'lomlik har birimizningki bir umrlik orzuyimiz. Shundaqmi? Biz yer sharida yashaydiganmiz, cho'qim sog'lomlikni bir umr qo'lishib o'tadiganmiz. Sog'lomlik bo'lmagan hayotda ne baxt, ne xo'shallik bo'lsin. Sağlamlık bo'lmagan tanda ne külkü bo'lsin. Shuning uchun har bireylarningki sog'ligimiz, sog'lomligimiz uchun mushundaq yaxshi aktiv bo'lgan programmani qo'zg'atib olganligimizdan yana bir qatim xushal bo'laman. Shaxsan o'zim Udun Biopan Texnik chekilish shirkati bilan Xinjiang O'zkuy madaniyat tarixchi chekilish shirkati hamkorligida Jungo tibabatining shonliq taraqqiyot natijalarini namoyon qilib, Junxo millatining sog'lomligiga bo'lgan intilish ananisi. Shundaqla hozirgi yangi zamondagi sog'lomlik, baxt tuyg'usini texim yaxshi aks ettirib beradigan Tibib keldi programmamiz bugun rasmiy boshlandi. Tibib keldi. Unda qo'ysa eng oldi bilan ruxsat qilsanglar, mush naq maydonga birinchi sonimizga qadam tashrif qilgan bizning alayda mehmonlarimiz bor. Bir-birlab tunishtirib o'tsam, Xinjiang tibbiy dashosining ta'kidlik professori, Xotan danglik TVP sharafiga erishguchi, Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining qurg'uvchisi, faxrlik ustoz Abdukerim muallim, xush kelibsiz. Shundaqla Udun guruhining bosh lideri Mahbirat Matto'xti xonim, xush kelibsiz. Xinjiangdagi har millat xalqining sog'lomligi ilmiy ozuqlanishi uchun xizmat qilib kelayotgan Udun Biopan Texnika chekilish shirkati ozuqshunoslik, davolash amaliyoti jarayonida katta natijalarni qo'lga keltirib, xalqning sog'lomligi uchun untinsiz to'kib qo'shib kelayotgan boshlamchi korxonaga aylandi. Ona qo'sa sahnimizda Abdukerim muallim ve Udun guruhininki baş lideri Mahbirat xonim. Marhamat. Endi sizniki videolaringizni ko'rishga shaxsan men bek amroq. Har bir videolaringizni ko'rgan vaqtda sog'lomlik to'g'riliq bir bilimga erishib oldik ekanmiz. Keyinchi bir ko'rish fursati bo'lib qolsa, cho'qim menmi o'zim shaxsan so'ramoqchi bo'lgan savollarimni cho'qim bir so'rab olaman deb bir umid qilgandim. Mana shunday yaxshi fursatlarda Tibib keldi programmamizdan tunji sonda bir yaxshi fursat bo'ldi deb o'ylayman. Ha? Shuningga men turib o'ylab qoldim, Abdukerim al har qatimliqmi shu ziyoratlarda o'tirib, "Mana bunda qilish kerak, jiganim bunda qilgan quvvatli bo'ladi, mana bunda qilamiz" degan vaqtida, "O'zi ashta qilamdigandi" deb o'ylab qoldik-ku menimcha. Ha? degan ishlarning hammani o'zingiz ashunda tartibli qoldi. Ashta yetishtirib, ashta ma'amsiz. Nəhayət mühim, məndəki aciz tərəfdən birini sordunuz. Darvaqa Xinjiang Uyğur Tibobat Ali Texnikumida o'qituvchilik qilish davomida studentlarga axloq tarbiyasi berdim. Ularni Junxo millatining go'zal axloq fazilatini o'zida mujassamlab, bir xalq so'ygan tibib bo'lishga, axloqiy jihatdan uyg'unlashish jihatda nasihat qildim. O'zimmi mush kasbiy axloqimga diqqat qildim, amal qildim. Bu jihatda xijolatim yo'q. İkinci bir kasbni suyish to'g'risida o'quvchilarga dars o'tdim, o'zimmi kasbni so'ydim. Kasb yo'lida natijalarim bak shonliq bo'lmasimi, ammo ajrim xali yetarlik. Uyg'ur tibobatchilik dorigarligini chin vujudimdan suyib, oltsam, qopsam mush kasbning taraqqiyoti, Junxo madaniyat g'azinisini beyitish, ulug' vatanimizning tibobatchilik ishlarini gullantirish yo'lida kechini kunduzga ulab tirishdim, tirmashdim. Yana tirish ruhidaman. Bu jihatda xijolatim yo'q. Bir xijolatim uyqu qisas olmay qolmaydi. Vaqtida uxlanglar, baldir yetib sahar turinglar deyman. Yana biri mush o'zni asrash to'g'risida, yetarlik dam olish to'g'risida, sayli sayohat qilish to'g'risida, oilada
Ülgülük er buluş, ballağa hemra buluş toğrusunda men ülgülük bulanmadım. Bu mening çoğun yetersizligim. Çünkü Uygur tibabetçilik doğrugerligiga özümüzni atab, insoniyatning ulug' sog'lomligi uchun tirishib ketib qolgan odam ba'zi vaqtlarda hammaga yetishib bo'lolmaydi ekanmiz. To'g'ri. Ballarımga hemra bulup, ayolimga hemra bulup, sayohatga chiqqim, damog'im, ballarimni o'ynatqim, ularning tatlı kulgilariga jo'r bo'lg'im keladi. Ammo vaqt yor bermadi. Hatta biz tibobat jihati tirishib, yeshimiz 55 ga qadam qo'yganda, bizning mas'uliyatimiz, majburiyatimiz jamiyatga o'tashga tegishlik vazifalarimiz bag'ancha olib boradi ekan. Yana kelib Ulug' Jungo Kommunistik Partiyasi meni tarbiyalash jihatda oz bo'lmagan ajrlarni qildi. 88-yili Şinjan Uyg'ur Tibobat oliy texnikumiga oliy maktab bir tutash imtihonisi bilan kirib, davlatning o'qish yordam puli bilan o'qidim. O'qish rasxoti olmay, partiya hukumat haqsiz o'qitib, haqsiz tamoq, yotoq berib, bizni yaramliq odam qilish uchun ajr sungdi. 98-yildan 2000-yilgacha Şinjan Tibbiy Daşiyosining Cho'nglar oliy ma'rifida ichki kasalliklar bo'yicha yana qayta o'qidim. Davlat meni tarbiyalash jihatda Beyjingga, ichki o'lkalarga necha rat kigizib, bir yaramliq Uyg'ur tibobat xodimi bo'lish uchun menga oz bo'lmagan mablag' soldi, ajrlarni sungdi. Partiya hukumatining mendan kutgan umidi nihoyat cho'ng bo'ldi. Men partiya hukumatga yuz kelalish, eng muhimi Uyg'ur tibobatiga yuz kelalish uchun men ba'zi oiladagi rohatlarimdan, farog'atlarimdan, ba'zi uyqamdan bize ketishga to'g'ri keldi. Shunga men bundan keyin vaqtida uxlab, yaxshi orom olishga, salomatligimni asrashga texmi tirishiman, ojizligimni tadrijiy to'liqlab ketaman. Rahmat Abdukerim olim. Albatta, davlatimizga rahmatimizni, minnatdorligimizni ifodalamay turolmaymiz, shundaqmi? Albatta. Sizniki abbaya degan gaplarni angladim. 55 yoshmi? To'g'ri. Unda emas-ku. 55 yoshdadir. 55 yosh turib, siz bunda tug'an bo'lsangiz, ras amal qilibsiz. Mushu siz chiqarayotgan mahsulotlarni siz o'zingiz bevosita qo'l tiqib ishlab chiqaryapsizmi yoki uni boshqalar ishlab chiqarsa, siz mushu tashviqotni qilib beradigan ma'qul shaklda bo'lamdi? Ekran oldidagi ko'rurmanlar obdan biladi. Bo'libmi mushu oldiratda o'ltirgan tibobat peshvolari zamonimizning tibobatdagi eng yuksak hürmetki sazaver, mötever teviplerimiz dadamdan qo'ldan chiqqan. Bu bir ameliyat. Dadam Xotan viloyatlik Uyg'ur tibobat doktorxonasining teri kasalliklar bo'limining mudiri, o'zining barlig'ini Uyg'ur tibobatchilik, dorigarlik ishlariga atagan 5-avlod tibobat varisi. Men ham dadam qoldirib ketgan, ota-bovlarim qoldirib ketgan qimmatli reseptlarni xalqimizga nihoyat chiroyli yuqur unum bilan yuz kurashtirish yo'lida jiq izlandim, tadqiqot etdim. Oxiri ayolim boshqarib kelayotgan Udun guruhi qarmoqidagi Udun biopan texnika cheksiz mas'uliyat shirkatining oltin yaproq mahsulotlariga dal dadamning, o'zimning ham Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasi, Urumchi Belik doktorxonasi, Urumchi tinchlik doktorxonasi Uyg'ur tibobat bo'limida erishgan uzoq yillik tecrübelerim, hasılatlarımni jamlab, mujassamlab, Udun Altın Yaprak markasida 46 xil mahsulot ishlab chiqarib, ulug' vatanimizdagi har millat xalqining sog'lomligi, go'zalligi, uzun ömür ko'rishi uchun taqdim etdim. Men bu mahsulotlarning xam materiallarini kirgizish, resept belgilash, hunar san'atni tutqu qilish, nazoratchilik qilish jihatda boshdan oxiri o'zim yetakchilik qilaman. Yetişip bulanmagan yerimge 7-avlod tibobat varisi mening o'g'lim Abdulamat Abdukerim, Abduvali Abdukerimlar ishkir o'lkalarda muqim turib, mushu mahsulotlarning yuqur fan texnikalik zavodlarda Uyg'ur tibobatining doğrusazlığı ve ozuqshunoslik ilmiy nazariyasi bo'yicha yeshil, bexatar, ziyansiz tabiiy ishlanishiga nazoratchilik qiladi. Bu mahsulotlar az deganda 7-8 o'tkaldan inchiki o'tab kishilarga yuz kelalayotgan eng muhimi Uyg'ur tibobatining 21-asrdagi nihoyat yuksak shu sog'lomlik bilish ruhiy holatiga, amaliy iqtidoriga vakillik qila oladigan darajada qilish uchun shunchalik kapolatga ega mablag'ni qismadik, biz kuchimizni ayamadik,
barlığımızı, mihrimizni, muhabbetimizni ve kesbi iştiyakımızı bütünley şu udun altın yapraklarına singdirdik. Şunda bo'lg'achqa mahsulotlar bozorga kirgandan beri xalqimizning olqishliq mahsuloti bo'lib, ishkanligi odamni rozi qilib, udun guruhi siz yuksaldi. Caranlaydı her yanda udun havası. Udundu barsa kaymaz kisel davası. Udun demek el yurtun ümit yurtuzi. Medet kardu udunga elin bahası. Udun havası elin yurtuzi. Medet kardu udunga elin bahası. Medet kardur elin bahası. Udundu bar hayatta sürgün. Muhabbet, muhabbet lazım emez onunla. Kuruk, nam şöhret, nam şöhret lazım emez. Udunga kuruk, nam şöhret, nam şöhret. Ecdat ruhi udunga bulup mücessem, mücessem. Yıldız bulup dıllarda çaknaydı ebed. Ecdat ruhi udunga bulup mücessem. Yıldız bulup dıllarda çaknaydı ebed. Udun navası elin yıldızı. Medet kardur udunga elin bahası. Medet kardur elin bahası. Yığlap kelsen udunga külüp kaytsen. Tibabetni sihrini kürüp kaytsen. Bulup azat hucudu kisel derdidin. Huzurni sahlıkni sürüp kaytsen. Udundu bar hayatta sürgün. Muhabbet, muhabbet lazım emez onunla. Kuruk, nam şöhret, nam şöhret lazım emez. Udunga kuruk, nam şöhret, nam şöhret. Ecdat ruhi udunga bulup mücessem, mücessem. Yıldız bulup dıllarda çaknaydı ebed. Ecdat ruhi udunga bulup mücessem. Yıldız bulup dıllarda çaknaydı ebed. Udun navası elin yurtuzi. Medet kardur udunga elin bahası. Medet kardur elin bahası. Girip geldi. Xotan Udun Biopan Texnika Çeklik Şirketi 2014-yili Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasi asosida qurilgan bo'lib, shirkat hozirgi zamon Uyg'ur tibobat ustozi. Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining quruvchisi Abdukerim muallim tarafidan kuchli qo'llashga va yetaklashga erishib keldi. Şirket ishlab bozorga solgan oltin yaproq markasidagi 43 xil udun yurishlik mahsulotlari Uyg'ur tibobatida davoliq ham g'izoliq xususiyatlarga ega bo'lgan tabiiy, saf, ziyonsiz yeshil mahsulotlar hozirgi zamon fan texnikasi orqali ilib yurish va iste'molga qulay shaklda ishlab chiqarilib, har millat xalq ommasining yaxshi bahosiga erishdi va oldingi tanlashi bo'lib keldi.
Şirket her yili zor so'mliq tadqiqot xarajati ajratib, Uyg'ur tibobatining oziqshunoslik ilmiy asosida Xinjiangdagi ko'zga ko'ringan nopozliq korxonalardan 36 shirkat bilan 150 xildan ortiq mahsulotni tadqiq qilish, ishlab chiqarish, bozor echish jihatlarda strategik hamkorlik o'rnatib, yetakchilik qilib, sog'lomlik sohasidagi boshlamchi korxonaga aylandi. Şirket mulozimat sifatini yuqori ko'tarish, har millat xalq ommasining sog'lomligi uchun texnik ko'p to'plarni qo'shish maqsadida Xinjiangning har qaysi nahiya shaharlarida udun oziqliq mahsulotlari, udun mizoj tangshish markazi, qadimiy udun oziqliq mahsulotlari nomida 100 dan ortiq amaliy maxsus setish do'konlarini ta'sis qildi. Udun Biopantexnika cheklik shirkati partiya hukumatning tibobat dorigarlik ishlarini taraqqiy qildirish jihatdagi afzal siyosatlarning g'amxo'rligi va har darajalik sahiya sog'lomlik organlarining kuchli qo'llashi orqasida kasbda yangilik yaratib, fan tadqiqotni tayanch qilib, yangi mahsulotlarni uzluksiz tadqiq qilib va ishlab chiqarib, har millat xalqining uzluksiz ish berayotgan sog'lomlik ehtiyojini qondirish uchun tirishchanlik ko'rsatib kelmoqda. Udun Biopantexnika cheklik shirkati yaqinda Hubei sanoat fanlari dashosi tibbiy fan sho'yani bilan fan tadqiqot va tajriba almashtirish hamkorlik kelishimi imzoladi. Shirkat buningdan keyin bu hamkorlikni zo'r taraqqiyot fursati deb bilib, Jungo tibobatining esil javharlarini Uyg'ur tibobatining durdanlari bilan birlashtirib, yangi davrga xos bo'lgan tibobat mahsulotlarini tadqiq qilib va ishlab chiqarib, bosh shuji Xi Jinping tashabbus qilgan sog'lom Jungo strategiyasiga o'z to'hfasini qo'shdi. Yana bir so'rg'im bor bir masala Uyg'ur tibobatiningki alayidligi, o'sha afzalligi jihatdan bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Uyg'ur tibobati aqlliq, tirishchan, ijtihadliq Junxo millatining saqni saqlash, kasalliklarning oldini olish, davolash amaliyoti jarayonida yakunlagan qimmatli tajribalarning ilmiy yakuni. Junxo millatining aql farosatining javhiri. Uyg'ur tibobati o'tmishdimi, hali hozirmi Junxo madaniyat tibbiy g'azinesini beytib, insoniyatning sog'lomligi uchun o'zliksiz to'hfa qo'shib keldi. To'g'ri. Bo'libmi Uyg'ur tibobatining mamlakatimizda davlat e'tirof qilgan G'arb tibobati, Jungo tibobati, Uyg'ur tibobati, Mo'ng'ul tibobati, Zangzo tibobati o'zining mavjudligini saqlab, Junxo madaniyat g'azinesida o'zliksiz parlab, Junxo tibbiy madaniyat g'azinesini beytib kelalishi, uning o'ziga xos ilmiy nazariyasi, davolash jihatga mo'l qimmatli reseptlari, davolash usullari bo'lgandan boshqa eng muhimi Uyg'ur tibobati inson bilan tabiatni organik chatudi. Butkul sog'lomlikni tabiatdan izlashga, tabiatdan go'zallik tepishga, tabiatdan osoyishlik tepishga chaqirib, madan, o'simlik, hayvonotni tabiatdan ilib, tabiatning mas'uli bo'lgan odamga tabiiyligini o'zgartmay, hasalning yordamida majunat, sharbat, araq holatda yasalma holatga akilib, butunlay tabiiy, ana tabiatdan mehr muhabbatlik kelgan holatda bola tabiat bo'lgan insonga berish orqali ana bolaning mehr muhabbatlik holatini saqlash bu Uyg'ur tibobatining mohiyatlik aloyidaligi. Abdukerim alim, biz siz hamda şu Uyg'ur tibobati ishlardan shug'ullanayotgan bir ustoz bo'lish sifatingizdan G'arb tibobatiga qanday qaraysiz? G'arb tibobati insoniyatni bugunga qadar tinch, amon saqlab kelgan, insoniyatga baxt etgan tibobat. Har qanday bir shay'ining uzguchlik aloyidaligi, yetarsizligi bo'lgandak, Uyg'ur tibobatiningmi, G'arb tibobatiningmi, Mo'ng'ul, Zangzo tibobatiningmi ortiqchiligi, muayyan yetarsizligi bor. G'arb tibobati tashqi kasalliklar sohasida mislsiz taraqqiy qilish, hatto a'zo ko'chirish darajasiga yetib berishdek afzalligi, jiddiy kasalliklarni jiddiy betaraf qilishdek o'zgacha xosligi bilan insoniyatning sog'lomligini bugunga ulab keldi. Antibiotik dorilar va o'kullarga tayinib hayotni qutqizib qolmasak bo'lmaydigan ciddi kasalliklerde G'arb tibobatiga, sozulma, ast xarakterli kasalliklar ve sağlam kütünüş jihatda Jungo tibobatiga tayansak, ulug' vatanimizda tibobatning har xilligi, sarxilligi bilan Junxo millatining timan, sağlam, uzun ömürge eriştire olamiz. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Unda biz siz nimdep mushu tibobat yo'liga kirib qoldingiz? O'zingiz hamda shu atimiras kesib bo'lganlikdanmi yoki buningda alayda boshqacha bir sabablar bormi? Dadam shundoq bir
tibobatga o'zini atagan, hayotini to'liq pokiz o'tkazgan bir inson. Men aqlimni topsam 7-8 yosh vaqtimda uyimizda dehqonlar shu zamonlarda endi 75-yillari dehqonlar paxta, tuxum, aningdan keyin qo'noq degandek, tavuz, qo'g'in degandek mushta sovg'atlarni olib kelib, o'chiratda dadamga kasal ko'stadi ekan. Shu yezdagi uyda. Shu kuni shu dadamning qashda o'ynab yurib, yigim bor narsaning hammani bemorlar akiladi. Kam narsaning. Shuningga qarab, men bu tevib bo'lsa, yaxshi bo'ladi ekan. Yigisi va narsaning hammasi o'zi o'zi keladi ekan. Yeni kelib, har kuni keladi ekan. Bu 4 fasl mevaları kelib turdi ekan. Obda ishgan bu tevib bo'laydi. Kichik chig'imizda shu bir balalik intilishimiz tufayli men tevib bo'lay deb dadamning shu atrofida parvondak yurib, biri dadamning butkul tibobat faoliyatlari kallamga sing'liq. To'liq o'ttir maktabni bitirib 186 nafar oliy maktabga imtihon berganlar ichidan 6miz o'tdik oliy maktabga. 88-yili baxt ta'limga Şinjan Uyghur Tibobat oliy texnikumining davolash kasbidan chaqiriq keldi. Ajoyib xo'shallanib ketdim. Dadammo bak xo'sh oldu. Xo'sh olgundan kuzgi yashab, mening chirg'im o'chmaydigan bo'ldi. Men shuni o'qitgan dal musha maktabdan keldi bolam deb, maktabga o'zi qo'limni tutib chiqib, tizimga oldirib kirib ketdi. O'qish bitgan kuni o'qituvchilikqa qilib, ma'lum bo'lib, shu sabiyalarning tibobat söygücülərinin qalbiga o'tsilish, ularni el söygan teviblarni qilish yo'lida tirishib, dars o'tib, aningdan keyin doktorxona qurib, bu yoqdan nazariyasini, bu yoqqa chiqib amaliyotini davolash bilan shug'ullanib, ma kasbni beyitish, yangi tadqiqot turlarini yo'lga qo'yish, mana shu oltin yaproq mahsulotlarga o'xshash Uyg'ur tibobatining minavvar mahsulotlarini yurug'liqqa chiqarish jihatda partiya hukumat yaratib bergan afzal sharoitdan foydalanib, tirishib, tibobat yo'lida izlanib ketib boramiz. Oxiri kichik vaqtingizdagi orzuyingiz amalga oshdi degan. Hozir qo'g'in tavuzlar kiryapti. Hozir hech nima kam emas endi. Aldıdan əmsimim şu Məğfirət xanım sonra bakay. Abaytiya dedi. Məşu cəhətlərini azraq bir yeter sizdeki mi bovatıdı. Lekin toluqlab məğanğan tərəflərim mi bovatıdı dedi. Siz qanda qaraysız? Malım özü sözlügəndək əmdir. Qılıvatqan işləri, xalqımızın sağlamlıq işləri üçün boğaçqa, mən mu əmdir bütün küçüm bilən özəm onda bir uluğvar işlərini qıpılanmışsam mu, keynədə durub, qollab, mədət bəsəm, bu mu yəni xalq üçün qoşqan, cəmiyyət üçün qoşqan azraq tökbən bo'lib qaldı ekan. Şunu bunu mən to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilib, hozirgacha shunday yaxshi ketib boramiz. Altın yaprak maqsadları tovarlashtirishda nima maqsad bor? Udun altın yaprak mahsulotlarının qurulması ham alayidlik to'g'risida bayatdan ma'lumni aytdi, tafsiliy tushunchalarni berdi. Endi shu altın yaprak markasini qanday qilib tovar markasi qilishni o'ylashib qoldinglar degan vaqtda sağlam bir odam badanini büyük baraqsan o'sgan bir daraxtga o'xshatsak, bu daraxtning g'oli hem şaxları, şu adam teniga, anandan keyin buning julalanib turgan ko'rkam yupurmoqlar bo'lsa, shu bir odamning sog'lomligiga vakillik qiladi. Endi shu daraxtning yupurmoqlari qancha ko'rkam, rangdor, jonliq bo'lgan sari bu daraxtningki hayati kuchini shuncha yuqori deb qaraymiz. Ya'ni bu ko'zimizga noiti go'zal ham mukammal ko'ringanga o'xshash. Endi shu insonning rengi ro'yi, harakati, tashqi qiyofatidanmi, endi shu bir odamning sog'lomligiga hukm qilish tamoman mumkin. Biz dal shu nuqtadan oltin yaproq sog'lomlik ozuqliqlarimiz xalq iste'molchilarimizga sog'lomlik ato qilib, ularning oltin tenida oltin yaproqdek julanib tursa ekan degan shu arzu istaklarimiz bilan hayotlik shajarasining sulmas yaproqlari bo'lgan oltin yaproq mahsulotlarimizni keng har millat xalq ommasi uchun xizmat qilish sharafiga muyassar bo'ldik. Ham buningdan nayti faxrlanib his qilib o'tiryapmiz. Rahmat. Rahmat, amında olsun şu odun altın yaprak mahsulotlarınınki alaydıligi, afzalligini bir tushunib baqaylıma. Udun
altın yaprak mahsulotlarının en roşan alayidiligi tabiatdan kelgan peti o'simlik, madan, hayvonot tindan ajratib ilingan javhar ozuqlarni hozirgi zamon biotexnologiyasi bo'yicha yuqori fan texnikada ishlab chiqarilgan minavvar mahsulotlar. Navbatda Dunyo Sahiyya Tashkiloti sog'lomlik haqida tadqiqot statistika olib berib, butun dunyo miqyosida sog'lomlik o'lchamiga tushadigan odam aran 5% dedi. 70% odam sus sog'lom holatda. 25% odam qo'liga bilezuk taqab, kasal karvatida yetiqliq. Udun oltin yaproq yurishlik mahsulotlari dal mushu 70% sus sog'lom kishilarning sog'lomligi uchun xizmat qiladi. Dunyo Sahiyya Tashkiloti bunda deb ta'rif berdi. Sog'lomlik odam badanida kasallik va kasallik alomatlari bo'lmayli qolmasdan axloqiy, aqliy, ruhiy, jismoniy jamiyatga moslashish jihatda hech qanday nuqson bo'lmagan neytral holat sog'lomlik dedi. Dunyo Sahiyya Tashkiloti o'tirib qo'ygan bu sog'lomlik o'lchamiga tushadigan odamdan mushu zalning ichida ya birisi ya ikkisi 3dan eshib ketmaydi. Men ashnachilik bir siyaqchi. Sizmi kumay talab qilyapsiz? Aşetga tushish tez. Dunyo Sahiyya Tashkiloti sog'lomlikning o'lchamini yuksak bir pallaga qo'yib, insoniyatni shu go'zal sog'lomlikqa intildirib keldi. Odam bir kunda cho'qim yetarlik harakat qilib berish kerak dedi. Bir kunlik mengib berish qadam soni 3998 qadamga demay esimni qilishchi. Shuningga yetmagan vaqtda osonla kasal bo'lgan, osonlam badan qadin chiqadigan menda ahvollar bo'ldi deb aytilibdi. Oshunda bir videolarniki asosi bormi? Albatta xalqimiz harakatning intayin yaxshi sog'lomlashtirish vositasi ekanligini doim bizga eskartib turish uchun hayotlik harakatda harakat demak barkat demak degan. Xuddi bir ustalni 4 parchaga tirab mazmun tug'izgandek sog'lomlikning 4 ult tashi bor. Uning birinchisi harakat. Piyoda harakat qilish pul ketmaydigan, odam badal to'lamaydigan intayin yaxshi sog'lomlashtirish vositasi. Shunga butkul dunyo miqyosida davolashni ruhiy davolash, uzuqliq orqali davolash, dori orqali davolash, operatsiya orqali davolash va harakat orqali davolash deb mushu harakat orqali davolashga nihoyatda minbardan o'rin bergan. Harakat qiling degan gapni degan olimlar muvofiq damilang degan gapni mo billadaglar. Bizningki usta san'atkorimiz Dilshod Raydin akamizni sanamizga bir taklif qilib olsak, mo'niq kuydan huzurni olgandan keyin davomlashtirsak deb o'ylab qoldim. Yalnız kalganda estersen beni, uyku kaçkanda estersen beni, yalnız kalganda estersen beni, uyku kaçkanda estersen beni. Gün yarimden
qatqanda eslersen beni. Yalnız ucurumda başlanıp geçer çırak yakanda eslersen beni. Yalnız ucurumda başlanıp geçer çırak yakanda eslersen beni. Uygansam seher yanımda men yok, her taң atqanda eslersen beni. Uygansam seher yanımda men yok, her taң atqanda eslersen beni. Yağmursuzların yadımda bulsun, yan bu yakanda eslersen beni. Yağmursuzların yadımda bulsun, yan bu yakanda eslersen beni. Hayra men muakkanda eslersen beni. Hayra kande kesim deryada, men muakkanda eslersen beni. İstep tapalma menden yaxşini, bişin qatqanda eslersen beni. İstep tapalma menden yaxşini, bişin qatqanda eslersen beni. Menden yaxşide suygan aşığım taşlap ketkende eslersen beni. Menden yaxşide suygan aşığım taşlap ketkende eslersen beni. Taşlap ketkende eslersen beni. Dilshatga 1 minut vaqtingizni alaman, tushib ketmay turing. Dilshatga abaytiyaq o'yildingiz, naqshetqa sizning ko'z mimikalaringizni diqqat qildim da. Naqshetqa matrabga ketib bordi. Aşı galga paydası var, bir işler bulup kalamiki, bir atal naqsda çıkıp kalamiki mişedin de oylap kaldınız dep oyladım. Endi naqsh olgandan keyin mushu ovoz biz uchun eng zo'r bir boyligimiz. Shuning uchun buningdan chataq chiqsa bo'lmaydi. Cho'qim avrishimlashtirishimiz kerak, avallashtirishimiz kerak. Shuning uchun ko'rmasdan o'xshash mustaqillarning naqshlarning ovoz to'g'riligini bir izni qo'ysangiz deyman. Hakkı siz izlenip şu sahada zor utuqqa erişiyorsunuz. Sizin en çok tökfeniz nurgulluğun bimarlarını azap okubetin
qutuldurasiz. To'g'ri, to'g'ri. Menimcha sizning eng cho'ng natijangiz siz o'zingizni eng qo'shiladigan, o'zingizni shundoq mamnun qiladigan natijangiz shu deb qarayman. Dilshatga rahmat. Shu yerdagi Dilshatga shu mahsulotlarmi, shu Abdukerim ma'lum o'zi bir qo'lliq tasdiqini o'tgan, o'zi ishlab chiqargan mahsulotlar hisoblanadi. Ya'ni shu Udun Biofan texnik shirkatining mahsulotlarida sizga beraychu Dilshatga. Beraychu. Tayyorliqmi qilib bo'ldimmi? Anima, yo'qmi? Mayli, qaysi ko'ngilingizda shu sizning aka? Abdukerim rahmat sizga. Tan salomatligingiz asrang. Hozir hammaylar birlikda shu ekrandagi bizningki oldin tayyorlagan qisqa filmimizga diqqat qilsak. Doktor. Doktor. Mening qo'zg'im og'rib. Ay ichimda bir toshqon sakrayotgandek nidoq. Bak og'rib ketdi. Qo'zg'im og'rib? Ha, qo'zg'im og'rib. Qo'zg'ingizda toshqon. Sakab? Ha, ishlar sakrab shu ishlar og'rib ketdi. Ben qarab bakay. Og'rib. Bildim. Qana. Ben. Oy. Doktor nim bu? Sizden qo'zg'ingiz odatda qanday vaqtda bakrak og'riydi? Aşa kunda degana onamni qopsam ham shu soat 6da aşağıda og'riydi. Bildim. Sizden qo'zg'ingizga toshqonning qo'zg'i ishibdi. Bu shu qushlar nemishga kasal olmaydi bilamsiz? Ya bilmayman. Qushlar var o. Ha. Attiganda sahar turib lan. Hele qurt qo'ng'il hasharatlarni yeydi u. Shu kasal olmaydi. Sizmi sahar qopab qurt qo'ng'az yemagan taqdirdami? Bunda ochdan yeb qo'ying. Nacht qiling. Mani yesangiz, qo'zg'ingizga toshqonning qo'zg'i to'ydi. Shuni bilan kasal olmaysiz. Undaqda yana bir filmimizni bir ko'rib baqaylik. Uyqum yaxshi emas. Qanday qilaman? Yaxshimisiz? Yaqindan buyon faqat uyqum yaxshi emas. Kechda yaxshi uxlayolmay, kunduzim işte ruhsizlan bo'lib qoldim. Bir yaxshi maslahatlarimiz bir tavsiya qilsangiz bo'pti-ku. Sizning bedningiz boshqa alomatlarmi bormi? Ziyod charchash, turmush besimi ziyod yuqori bo'lish degandek. Buni men toz aniq bir narsa deyolmayman. Yaqindan buyon charchab qolganim biroz. Biz turmush besimimi hamda uyqusizlik ta'sir yetkazadi. Ta'sir yetkazadi. Ko'p o'yinli ziyod charchash, turmush besimi ziyod yuqori bo'lish alomatlarimi o odamning uyqusizligiga ta'sir yetkazadi. Amalda o'zingiz erkin qo'yib bering. Bizdan bir yaxshi bir maslahatimiz bor, Ha, bo'ldi, rahmat. Sizni avod qilgan bo'ldim. Mush uyqum bir yaxshi o'tkazsa bo'ldi. Buning onlaynligi qon tomirlarini rivolashtirib, cho'ngning qon yetishtirib turdi. Uyqusizlik alomatlari qarta unumiydan yaxshi. Buni iste'mol qilib ko'rib boqing. Amalda o'zingizga bir aniq bo'lib ketish uchun doktorxonaga berib bir aniq diagnoz qo'yib tekshirib beqishingizni tavsiya qilaman. O'zingiz xushal qilgan ishlarni ko'proq qilib bering. Qo'ymas, o'zim xushal qilman deb, yumunim sabz qatnashib yurmay endi. Bo'ladi. Yaqinda Tevkal dinamlik bir program yo'l qo'yilibdi. Sog'lomlik programmasiga vaqt chiqarib ko'rib bering. O'zingiz sog'lomlik bilimlari eshalaysiz. Ma'qul, rahmat. Deylam jiq narsalarni o'rganib oldim sizdan. Bu qancha pul? Ko'p hollarda biz kayfiyatimizni yaxshi tizginlayolmay, passiv ro'yi kayfiyat sababli og'rib qolamiz. Shunga Uyg'ur tabiblari odamning ro'yi kayfiyatini bek muhim o'ringa qo'ygan. Dal shunda bo'lg'achqa mushu muparrihat ko'ngilga xo'shlik yetkazib, ro'yi kayfiyatni ko'tartgan yasalmalarni Uyg'ur tibobatida nəhayət altınqı o'ringa qo'yib, qimmat baholiq nozik materialli xurishlar bilan muparrihi avrishim, muparrihi yaqutga o'xshash mushu odamning ruhiy kayfiyatini ko'tarib, ko'ngilga xo'shlik berilgan minavvar mahsulotlarni tadqiq qilib, shu davr kishilarining ruhiy jismoniy sog'lomligini yaxshi asrab qo'g'dab kelgan. Dal shunda bo'lg'achqa Udun Biofan texnika cheklik mas'uliyat shirkati Uyg'ur tibobatining muparrihatlar bilan kayfiyatni ko'tarib, insonni sog'lom etishdagi o'zgacha xosligini tutma qilib,
Udun altın yaprak namıda mana bu göz aldığınızdaki Udun altın yaprak dil aram içimlikini, müperrihi dil aram içimlikini nəhayət muvaffaqiyatli tədqiq qilib sömürüp içidigan halatda muşu müperrihatının cevhirden altın yaprak müperrihi dil aramda muş hizmet besimi eşip çarçaş eğir bolup ketken uyqusu yaxşı bolmagan asalla mijazi çus açığı yaman tirikkak bolup qalgan tomay talab turdigan argın 3 gün dostlarni uzuqluq orqali sağlam etishda nəhayət yaxşı bir ünümge ega mahsulotni bozorga soldi. Muparri Avrisham, Muparri Yaqut, Muparri Dil aramlarning ta'mini menga yurak, jigar yaxshi ko'radigan tamda. Bundacha aytganda, har qaysi yosh qatlamdagi kishilar o'rtaq yaxshi ko'radigan tamda xushpuroq qiliqliq shunday. Balalam ichalamdi. Balalam ichalaydi. Biz qarsak sizni ekranda nəhayət kulib turib, nəhayət mehribonlik bilan so'zlaysiz. Nəhayət bir salmoqliq bor-da. Hamda ba'zi vaqtda sizmi cho'qim chechilib qolsiz, jiddiyleşib qolgan vaqtlar bo'ladi, ochiqlangan vaqtlar bo'ladi. Shunday vaqtlarda kayfiyatingiz qanday usullar bilan tangshaysiz? Albatta, har bir kasb ahlining o'zining tutgan yo'li bo'ladi. Biz teviblar haqiqatan bak charchaymiz. Bizning qishimizga atdigandan kechgacha kishilar u yerim og'irdi, bu yerim og'irdi. Voy beshim bilanlam keladi. Ta'limga yaxshi oilaga kuyovg'al bo'lib kirib ekanman yoshligimda. Tibobat oilasidan chiqqan ayolim bo'lg'achqa, suyimli qaynopam G'unchamxon Abdurishitmi, mushu Uyg'ur tibobat sohasidan chiqqan bo'lg'achqa, ayolimga hamda mushjatli xizmat ishlaydigan o'xshaydi. Charchaydi, talchiqidi, siz holiga yeting deb. Ayolim naytib kuyunib mushu oiladagi ishlarni er kishining ishilimi, ayol kishining ishilimi o'zi qilganchilik qilib, bolalarimni yaramliq o'qitdi. Ailede meni xotirjam qildi. Hatto men bir shirkatni lider bo'lib, yaxshi boshqarib, meni mush kasbiy jihatda yuksalishga orqamda turib, unsiz yordam etgachga, oila jihatdan nayt xotirjam. Shunga besim kasbiy jihatdan kasimi, oila jihatdan menga cheksiz xo'shallik, oilada mehr muhabbat bo'lg'achqa, asosan men o charchishim bak bilinib ketmadi. Darvaqa siz aytgandek, charchab qolsam, uyqumning sifati yaxshi bo'lmay qolsa, men mush o'zim yasagan altın yaprak müperriye dil aramda bir iki ampul içip kayfiyatimni nayt yaxshi tangshab uyqumning sifatini yaxshilash orqali arduqimni yo'qotib xalqimiz uchun az bo'lsa-mu bir sog'lomlik yetkazish yo'lida tirishib keldim. Udun biopen texniki cheksiz mas'uliyatchilikka o'xshash insoniyatning sog'lomligi, go'zalligi, uzun umr ko'rishini tüp nishon qilib intayin minavvar Uyg'ur tibobat uzuqliq mahsulotlarini tadqiq qilayotgan korxonalarning mahsulotlarimi xalqimizni haqiqatan xush etdi. Udun oltin yaproq mahsulotlari bozorga kirib, bozordan qolmay qaytalanma iste'mol jihatda minavvar rol o'ynab kelgili 5 yil bo'ldi. Udun oltin yaproq mahsulotlarimi bozorga kirgan 5 yildan beri qaytalanma iste'moli nihoyat yaxshi bo'lib, hatto ishlab ehtiyojni ta'minlayolmagudek darajada tizmanyapti. Alaylim shu yolg'on emas. Biz eyga 20 ming qapdan ortiq ishlaymiz mana. Bozorni ta'minlab bo'lolmaqlikmi, dil aramimizmi? Haqiqiy mahsulotni xalq o'zi obdan biladi. Abaymi dedingiz, Mahfirat xonimning to'kpisgan hisobda. Biz bu programma guruhimiz nomidan Mahfirat xonimga yana bir qitim bir javob berib, hurmatimizni bir ifoda etaylik. Turmuşda biz xo'sh xabarlarni ayırlamaymiz, xo'sh xabarning kelishini har vaqt saqlaymiz, biz arzulaymiz-da. Masalan, men sizga bir xo'sh xabar yetkazmoqchi bo'lsam, bu sizga yetgandan keyin balkim sizga bu xo'sh xabar bo'lmasligi mumkin. Shunda bir fuqishmasliklarmi turmishda mavjud deb o'ylayman. Shuning uchun tövendeki danliq san'atkorlarimizdan o'rilishidagi e'tibor orqali mushkil shakldagi bir xo'sh xabarni kutib olsak. Marhamat. Ma adam texkemmepti. Bir ishqi buyursa, shu yo'l bo'yidagi daldara qurt qo'ng'ozi bilan muntishib yuridi. Endi keldingizmi, ha? İki tal meyvege shuncha uzun yo'qab ketgan bormi? Vay sen bilmem avay. Göşe kirsem maylıkken deyse, seye kirsem sesikken deyse. Şosa yarmay kamısın dep, yaksın satığa yağ verip şey tallap ekeldim bunu. Ben mine öğrem kızık yine. Bu armağan günü öyle
Vücudunu sozup uflamay. Nemi dep bizim oya kelim dep avar kılıp adamlar. Nima deb keldig'ini men bilmadim. Ish qilib sizlarga deydigan bir xush xabar bor deydi. Ha. Uy. Nima xush xabar bordi? Senin ma dostun aldırıp bir adam kuş hava yetkisinden kutlamasın ama. Ay minimizi kançı etmesle meyliydi o. Atganki telefondagi ovozidan Ha. rost xush xabarda qiladi. Degendi ya o. Ha? Qayrg'anda qayr tatib uydiga undan ortiq deb, qayrg'anda nima qo'yapti unga? Ay sen onda diyen bilen. Hazır. Ma yaşlardın kıyırlar ciddi çıkıp babamız değil mi? Boş günlerde ağırlarının dadısı hotnep birimiz deyip dastan götürüp bulamama yaşıklar kurudulup kemikalı çok gitmemdik ha. Bo'pti, o'g'lingizni o'ylasak, ma dasqon ko'tarib kelsa, yanchiqingizda to'mpiyib qoladi. Ey tam. Xotin. Ma oğlumuz uğaldı ha? Saran oldingizmi? Nimadan qalayimqan gap qilsiz? Unda olsa, nimada qeyr xotinni bosib başlap kelib, men alay degan demaydi ava. Sen anı soğanı gap qilsang olmamda. Men gap qilay desam taqa. Hey. Gap qildim, qilsam, mening xizmatim aldirash tursa, bu men aldirmsam sizlar nimaga aldiraysizlar davasa? Xotin, maqara. Aning bir muhabbatim yo'qmi kina? Voyjon. Bormi yo'qmi, nima bilaman, mushu gap chiqsa o'zini olib qichivassa deyman. Mang'ali deydigan. Ma biz yosh vaqtimizda dadamman qachon xotin ep bire deb xuylanib qilmaydigan qilig'imiz yo'qdi. Hatto dadamizninki oyog'ining ichiga lobo sep qo'ydik, xotin ep deb. Ma nima bo'lib ketibdi hozir qaysa? Ha? Ma yoshlar nima bo'lib ketibdi hozir? Hey, ma to'y ishi degan umrlik ish. Uni aldirib qilib qo'ygan bilan degan pushmon qildigan ish chiqdi. Shunga aldirmay, tanlab, xillab çekip durup aldığın gap, ha? Allap, xillab, çekip dep, lopeynekni, ko'zoynakni taqab, kompyuterning oldida o'ltirsa, sen qizini yetirib, ekilib, uni yerda o'ltirg'izib qo'ymaydi. Chiqmanda arishmoqimiz qanday bo'ladi va? Ha? Bu o'g'limizning va, chiroyli mash qiychilmay tartujimamiz kuniki. Chiroyi, sizni tatib qolg'achqa qizlar yoratmayotgan gap. Shuni qilayva. Mendek chiroy borchi, 5-6 qatim xotin ep bo'ldi hozir. Men shu livimni ishlabsam bilib o'tib qolganman. Men bilan uy tutib pek azoblanib ketib boramsiz. Ya. Obday gitmamak bana shunda chiroyli obday tutib. Amsa aytli xitimni elib men uyni bekor qilib, bosh sizni o'yli o'tib, anda o'g'lingizni o'ylab ya. Voy, nima deydigan sen? Unda oliyjanoblik nima qildi senda? Hey, rost shunday qilgingiz bormi? Unda qilinmaydi adam, nima bu gapni deb yuriysan? Men ishini qila, menga tayyorligini qila, men. Gaplaringiz boshqacha chiqyapti-da. Teshib deb qo'ygan biroz bormi ya? Voy, bu qayrg'anda nima o'di? Tepelish bo'ldi deymi? Chaqchaq qilib qo'ydim, chaqchaq, seni gapin qarta qilib qo'ydim. Menga. Chaqchaqlaringizmi boshqa turdi. Agar biror gap so'z bo'lib qolsa, men deb qo'ying. Tayyorlik qilish turay. Menda nima gap bo'ladi, xotin? Mening sendan boshqa nimam bor? Xotin. Manda qarasang, pok kuch bataq chiqmasa menda. Mana. Do'sting kelsa oldirib qo'ysa, men tayyorlik qila, men. Chiqilib, men gap tugimida, men hisob. Bo'ldi, men. Tayyorlik qila. Loteriyadan 5 million chiqib qolsa, tun yulib seni almashtirib yutaman men. Nimani almashtirmay davatsiz? Mama paypıgan ben konurap gitti degine. Muş konup paypıgan ya bir 3 gün giyeyim o ya bir almashtirib yutayım deb o'ylab qoldim qara. Hey, paypaqnimi 3 gün kiygan bormi? Konurap ketgan bo'lsa, almashtirib yuting. Konurap ketmamdi-ki. Voy, men qanchalik bo'ldi bu paypaqni kiyib olqini xotin. Muş konup paypaqni bir almashtirib yutayım. Ha? Paypaqnimi menden so'rab almashtiramsiz. Senden sormay almashtirib ötsem çatırı çıkmasın deyim ana. Almashtirım ben. Konu paypaqni almashtirım ben. Almashtirım ben. Konu paypaqni almashtirım ben. Hey, ish nechaga? Almashtirdim. İşte geldi, xush xabar geldi. İşini açıman. Voy, meni bir avalınız yaxshi. Oy, kanalım yaxshimi, ondan tudulimi?
Voy ada, havalan yaxşımı Kile kile ondan. kana havalan Yaxşımı, yaxşıdınmı? Kile. Ve acep uzak kopta senin kömügüle. Ve onun gipini qımma adaş. Balamti, kalamti demeyip görüş bulamdık ha. Şu bağın sır çıraylı kop ketken onu. Şu. Bu aldıraşıqdı qaran. Biz bu ikkimiz berip sizip yoklap paranlaşıp keleli degen berip bulamıdık ha. Buyur. Ver kolam. Açtar oldu. Voy, onda asma aşkınlar, ma çay içkeç paransıp durunlar. Ben tamakның tayarlıqını qıp qagan göz-gözlem birden. Voy adaş kilemiyege. Ben oldurayım texe çünkü kıldığa işim var. Boldu bak gibimizi kirli. Oy yok bunda kırık oltursak bombaz. Şu vaktim bop kaldı. Az dol tamak yemiz ha kotun ha. Birden de qıp bolum. Qurqut qalsaq satdımam da. Voy adaş sen bizden oturmamıza quruq öl deyiş ketmeydi o qara. Boldu qılayma gibimni başlayma. Ems qımam da. Voy yoq boldu adaş qımagana. Emse adaş. Etigen telefonu bir hoş xabar bar degenden, muş nemi hoş xabardi deb taqdim taq boldi bir degine. Voy adaş. Şu hoş xabarni yetkizmediyse. Va bizden bir hoşnimiz Aysuga kirib qapti. Şunun bilan etigen berib qo'shilashib Aysuga berib yo'qlaymiz deb vaq qoldim. Aysuga nim bo'lib kirib qapti? Voy yurak kasal bo'lib qapti. Yelimi doktorlar vaqtida qutqizib olibdi ekan. Bo'lmagan bo'lsa, o'lib ketadi ekan. Minaver. Bizga yetkizgan xush xabaringiz mushuma. Voy yo'q. Ems bu anglayla so'yib qolmasin hava. Xuddi bir anglayla. Voy shu xush xabarni so'yib qolmasin da. Men optuz o'tmay taksilik qilib keldim deyman. Bu angavoz qattiq xush xabar ekanmi? Ha, qani. Buna dizine bir dizine. Hey adaş. Sening ma o'g'ling Azmatjon bu yil necha yoshga kirdi? 28. 28 yoshga kirdi. Mana? Ha. Olti o'ziga yoqit ko'zligina. Qana deysan? Azmatjon nima ishlatdi? Elaqi. Can, daim unutib qolmab, idarasini olsin bir uzun, ish qilib bek aldirash bir idaraga o degina. Heli Beijing, heli Shanghai, heli Qashqa, heli Xotan. Hey. İnjiner. Manda yol, körek, binalarning xaridsiz siz. İnjiner. Siz do'st. İnjiner. O yomonligi ne? Xarid sizda da var. Ressam kanda. Yo'q, ressam emas. İnjiner. Xarid sizda. İnjiner. Voy, ressam uchun yaxshi kasb adaş. Adaş, ben sizga va, mush Xudoning bamut deganek esil oildan billi tavsiya qilib keldim. Qanday? Bu xo'sh xabarim bo'ladimi? Bo'ladi ekan. Tafsilroq bir degina adaş. Manda işte adaş, bizden bir tanışlar bulduğan, bir yolcum hayat vaxtida şundaq yaxshi o'tishadi. Mush yolcum o'lib ketgandan keyin, mush bari keldini tez qilchanmay qolgan. Qaysi kuni men yo'qlab uy kelibdi demaysan. Olishimcha, mush tijorat qilib biyib ketibdi. Nechiyadi uylari, nechiyadi do'konlari, nechiyadi do'chilari bor ekan. Ularni bizga beramiz ekan. Oy voy yat. Men xush xabarda o'tib ketdimmi, yo'q uya kelmadikmi? Voy endi kelimiz dexe, endi kelimiz. Sen bir gap qistomay jim o'tirib. Qani, dana. Voy şu Sizlar ne geldi? Dağçının aldık kelgan. Dağçının. Voy Voy onu da mush pul oldi ekan, shunchalik qo'shaq ekan. Lekin onlar shu faqat va faqat bari yo'q bir tilla qizi bor. Shu qizni beramiz ekan. Mana ketdim poskalisiga keldik. Ya. Badat elivagil olmaydi unda. Qo'rqinda adam mina. Maratjon. Voy sizning xiyol kattalar egiz parvoz qilib ketdimi? Kimsaliga bir qiz berim debdi. Oyoqni silib qolsa nettin sasam. Chaq. Qalay aytgan gapimay jim turing, adaş. Bir tafsilroq bir degina nima demoqchisiniz adi? Voy shu mening demoqchi o'g'lim adaş. U qiz mayli yosh jihatim bo'lsin, mayli boshqa jihatim bo'lsin, silingma Azmatjonga shunchalik mos keldik. Shuning kechining yog'zi uxlayolmay zodi oralla tavat qilib keldim deyman. Voy, jinim do'stim, men oyog'ingdan gullar unsin. Bo'ldi, bu to'yga men qo'shildim. Nimaga qo'shilsan? Voy. Suvni ko'may turib ütki sahil olmaydi. Maaşını aldık keyin o'ylashibroq qirin deysak bo'lamdiki. Voyjon, o'ylashadigan nimasi bor desa, u haqni angladingizmi? Yo'ldis yo'li, puldis puli, yuzdis yuz obro'yi bor ekan. O qizini bizning qilib yiqib tayyor qilibdi. Shundami adash? Mekira xotin, mekira. Aqra, yüzümüzden igziyaga eslib elib, so'rilib qolmayli yana. Yotqan qarab sunsak yaxshimikin? Voy, oningdan xotirjam bo'linglar. Niyaklar, adash. Voy, unutiq nim deydi demaysan. Ma bizda pul mol degan to'shaq turibdi. Biz qarshi tarafni to'yliqni oza keldi, ko'pa keldi demaymiz.
muş kiyoğal, muş bizden gibimizni anlap, nime desek, hele dese, muş kızımızın etibarını yaxşıl kıldığa işi olsa, maşina, öy degen bizde var. Silik sanmayımız. Muş bizden keyin kasımı, muş tapkan teginimizin hemmisi şu ballarının deydi. Şu adaş şu. Bizning azmatchammichu. Şunda ağız tatlıq, ayağı yumuşak, ayağı çaqqan, şunda çıkışqaq belə adam boldu. Adaş, sen berip alaq da toy gününü biktitle. Nimeni bekitse, nimene oy. Nimeni bekitse. Hadi pulu varken de balımızı sattınız mı? Vay can, bu kanda balın satqanlıq oladı dadısı. Mən şu amalamını keşke xeyritsiz dep mükçüyüp oturup cepat atmışsın deyme. Ve şularının puluyla rahat paragatta yaxşı emas mı? Bir uğavalını içki uyguluk versen rahat yaşamda. Ha? Ütemeyin ka. Makran mene ver. Sizden mağa gipinizden la benim kan besimi örlep gidip adı da. Oturun ha. Oturun ha. Gel ha. Oturun ha. Makran. Hem de siz bizden öyünün ahvalını heyli obdan bilisiz. Bizden hem de sizden dostunuzdan gidek. Orada mıtırlap sanaydıgan pulumuz olması mı? Öz layığı tapkınımız var. Çoğun olması mı? Layığı da balığı bir jürüş öğeyip koyduk. Toyunu kılımız deyip, tapkan təginimizi yığıp koyan pullarımız turuptu. Hem de sizin yaxşı koğununuzga rahmet. Biz hem de öz layığı da özümüzge maskeli dağlarını tepip şular demek kudur şeyle. Yapının kıskısı size kudurlar deyip koyun. Ya dostunuzga deyip koyun. Biz toyuşuğa koşulanmayız. Hay Muratcan. Bir açı uqışmaz qılıp qalmışsın. Bu işilden oğlum haberi yok. Bu degen mening xiyolim. Şu xiyolimni silik dapaqa yilab keldim. Unda olsa yep kazan yep beti keliversin. Yepik kazan yepik beti kiliverdiği iş yok. Bu kazanını taza vatıraqstık ayntep toyunu qılımız. Sen berip dostunğa degen. Bir kudular yüz görüşüp toy gününü biktitle. Qanday yaxşılıqni ahırga çıkıla. Vay nemini bekitsen va nemini? Hiç kimni kömeye durup nemini bekitmeksen. Oy, mening esim qursin. Oy to'xtanglar. Kelin qizning rasm bor deyman menda. Mana. Chiroyli. Anam. Adam çıraylık ola, muşunda çıraylık ola. Ay dese ağzı, gündüz közü vakına buna. Ya buralarına kıngırık da gelip çıktı buna. Bana ben. Hadi maymunu süreti tasımışlar çıraylık çıktı. İşte. Bekle adaş. Sen berip, işine bir vücut çıkarın. Vallahi bir tızrak yüz görüşüp, anadaki kudlar yüz görüşüp, toy gününe bir enik bikli biteyli. Xotin, minen kurup kaldı mı ya Sinan? Balını bir fikrini anlap koymuş bakada. Bayatın dexe, bu bal neymiş toy kılmaydı da kapıla atmamıştınız. Ben toy kısı bulat dedim, balını seti biteyli demedim sana. Oş, bu kanday satkallık ola da. Bak, gipimni düşün. Sen berip dostunğa degen, vallahi bir tızrak bir yüz görüşüp, toy günü istegirek biktirdiler. Qancha tez boz şuncha yaxshi, bulamda. Şundaqlandık hamsa. Ondan sonra qoldi gaplarni telefonsiz şeylik. Maqulaqladish xotirjam bo'lsin. Opta, rozi qilaman. Bitcar balam, xudu geldi, ko'p gitgan oldu da. Adaş, tez tez meni başla. Voy. Voy adaş, yana bir işni unutib qaptimi deyme, yana bir işni unutib qaptimi. Keyin endi manga demapsa deb xapop jümigin. Oy, qaysi xo'sh xabarni unutib qapsa diye adaş. Hey adaş, qara. Endi qarshi tarafdan oila ahvolini bilding. Qizvalini ko'rding. Ay yo'q, adam bo'lmaydi degan adaş. O qizvalini shu yerlar buludu. Shu gaqiganda azroq tilravan emaskan shu. Nindaysa? Voy shu gaqigan vaqtida diqqat qilmasang, bundaq gapini tushunmaydi ekansa dedim. Bakıram. Men toyuşa qo'shildim. Toyni biz vaqtida qilib bitdilar. Hey, salam oldingizmi? Men bugünkidek aqlli qo'p baqmagan hayotimda. Unda bo'lsa, men qutlar xo'sh xabarni yetkazib deyman? Yo'q. Gidem. Çıptıra. Vay balam ha. Başka gap yok. Şu sana xotini edip, ha?
Nima? Bir saatdan keyin? Deydi. Bir saatdan keyin qiz do'stimni deb sizlardan yurishga kelimi deydi o'yga. Voy, bular gap qila. Ha. To'xtab. Azmatjon to'xtab bular. Loyiqining tili saqma, ravanma. Ha? Güzel qildigan bo'lsanda. Ya, boshqa bo'lam. Kelyapmiz uyda. Ma'qul, xo'sh bo'lam, xo'sh. Ha, mana. Kimni keldi ekan? Uni bilmadim. Til ravan degan qaraganda, emas o'xshaydi. Men qarag'im meni avar. Endi men Azmatjondan bir xush xabar kelib qoldi. Siz akaga xush xabarni qanday qilsak bo'lar? Voy, xush xabarlarning oyig'i uzilmagay. Yana xush xabarlar olsun. Kettirme. Ben mangay. Bo'ldi, uzatmanglar. Maham siz. Voy, bu uzatmanglar. Ma Voy, nima deydi? Kimni keldi ekan? Qanday olib ketdi? Kimni ekildigini ma'quldim. 1 soatdan keyin kelini balon boshlab keldik. Ma tayyorligini qila. Ben ekildigan birini bormi? Ma tayyorligini qila. Ma'qul. Men bir qarashay, men din boshim yo'q menga. Endi şu tövendeki naq meydan qadamdashiribqanimizdan takliflik mehmonlarimiz bor, tomoshabinlar bor. Shularning balkim so'ramoqchi bo'lgan savollari bor. Albatta. Abdurrahim müəllim, yaxşımısınız? Rahmat. Meni tunib oldingiz, deydiğinimni bilib oldingiz. Tibiblar uz qaraydi ekan, qaragan siri qadri bo'ladi ekan. Buning maxfiyatligi nadadir deb bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bo'ladi, Abdushukur ap, nazma qetib qapsiz. Tibiblar uz qaraydi ekan, qaragan siri tajribasi beydi ekan, shunga qadri qimmati oshadi ekan. Abdushukur topdimi ekan? Abdushukur, yaxshi savol sordingiz. Kasbni so'ygan odamni kasb hech qachon xor qilgan emas. Uyg'ur tibobat kasbimi ham shundoq. Uyg'ur tibobat kasbida tibiblar qirg'ancha tajriba savoq oshadi ekan, kishilik munosabat qo'yiqlashadi ekan, bilgini, ko'gini ko'paydi ekan. Eng muhimi tibiblarmi inson bo'lg'achqa yüzünü asrash uchun o'zining qo'lida bor bo'lgan ipar, anbar, zapa, qunduz qardin dori yasab, o'zining sog'lomligini asraydi ekan. Dal shunda bo'lg'achqa bag'ancha chiroy, nurliq, xush tabassum, tetik, ruhliq qeribli qolmay, bag'ancha tajribalari mo'llashib, el avomga beradigan manfaati ortib bag'achqa, nihoyat manfaatlik bir insonga aylanib, keyingi umrdimi va qadrlanadi ekan. Şuna evlatlarımı tevip qilib tarbiyaladim. Tövendikilerini tevip buluşqa chaqadim. Özümü ölgülük tevip buluş için tirishib kelyapman. Men özüm tevip bulaş sübütüm bilen mushundaq bir programmaning maydonga kelishini arzu qilgan. Lekin bu arzuni endi shu Abdukerim muallim Odun şirketiningki jiq tirishchanlik ko'rsati bilan ro'yatga chiqadi. Shunga barliq mushu tibobat bilan shug'ullanayotgan yo'ldoshlar Abdukerim muallimga yana bir qitim hurmat bildiramiz. Biz tatbiqlash asosida nurg'un kasallarning dori bilan emas, mushu parhez deydi endi bizningki va jungiy tibobatida. Mushu oziqliq bilan davolashda nihoyat yaxshi bo'ladiganligini biz muayyanlashtirgan. Abdukerim muallimniki mushu mahsulotlarning hammasini o'zi bayon deb keldi. Bu dori emas, balki oziqliq. Har qanday odamning iste'mol qilib o'zining sog'lomligini kafolatlantirishda keng qo'llanishga bo'ladigan bir xil mahsulot deyishga bo'ladi.和田乌东生物科技有限公司是一个本着提高各族人民的健康而科研及科研生产为一体的一个公司。所以呢，我们希望这个乌东生物公司生产的各类产品能够为我们各族人民的健康能够提供一个有效的保障。谢谢老师。马老师你好，我也是对中医一个非常的爱好者。刚才我对你的整个产品看了一下，你的这个产品呢，
非常接近于就是我们一个大众能够接受的一些东西。它呢是一个食品，老百姓能接受，我就希望你们呢能把这些产品呢尽快的给千家万户带来健康。谢谢。谢谢老师。大家好，我来到这个栏目，我觉得起的名字特别好，健康驾到啊。我觉得现在人对这个健康的意识是越来越这个重视了，唯有健康，这个才能走到最远啊。 Deyip geldi degan bu bir daha gelip yama hoş oldum. Ben bir yerde bir sene özellikle bir kinosunu ben çünkü bitiyorlar ki obraz vekili hem şunu kinosu işleyen bağlandıkken bütün efendimden ki davalaştı ki azap tarihi zile sözler birey. Bütün efendim özü bir öpkürak buldu. Öpkürak bulup bu özü doktoru başka şu bütün dünya dünyacı davalaş materyallarını aktarıp tepip özünü dünyacı davalıp sakaygan. Elbette bir muhabbet bulmasa, bir ailede bir işenç bulmasa, bir-birisini qo'llash bulmasa, bir muvaffaqiyat, natija degan narsalardan eg'iz ochqili bo'lmaydi. Shunga biz alayda bir muhabbet kuyi o'rlashtirdik. Yigit sözü atkan o, sen bu yalgan emez. Mahallengi bugün keç, var mısın isap emez. Yigit sözü atkan o, sen bu yalgan emez. Mahallengi bugün keç, var mısın isap emez. Yalgan emez rast gipem, çıraylı sılvı yarem. Misalin gibi rıkıtem, kanmısam isap emez. Yalgan emez rast gipem, çıraylı sılvı yarem. Misalin gibi rıkıtem, kanmısam isap emez. Varmısam isap emez, kanmısam isap emez. Sazım çok derdige, çalmısam isap emez. Varmısam isap emez, kanmısam isap emez. Sazım çok derdige, çalmısam isap emez. Şiginni takip et, çıksan söyüp çok itip. Nakşamlı vay çok itip, yanmasam isap emez. Şiginni takip et, çıksan söyüp çok itip. Nakşamlı vay çok itip, yanmasam isap emez. Yalgan emez rast gipem, çıraylı sılvı yarem. Misalin gibi rıkıtem, kanmasam isap emez. Yalgan emez rast gipem, çıraylı sılvı yarem. Misalin gibi rıkıtem, kanmasam isap emez. Varmısam isap emez, kanmasam isap emez. Sazım çok derdige, çalmasam isap emez. Varmısam isap emez, kanmasam isap emez. Sazım çok derdige, çalmasam isap emez.
Barmısam hesab emas, kanmısam hesab emas. Sazımni şox bədiga, çalmısam hesab emas. Barmısam hesab emas, kanmısam hesab emas. Sazımni şox bədiga, çalmısam hesab emas. Sazımni şox bədiga, çalmısam hesab emas. Onda qo'sa Abdukerim alim, suhbatimiz nihoyat yaxshi davomlashyotdi. Hozir mushu tuvanda o'ltirgan nurg'un shirkatdagilar kelak soni men oson bo'ladi deb shunchalik taqozo ilkida o'ltiryotdi. Mishadlan bir belgilab olsa qanday bo'lar? Albatta. Jiddiychaq. Rahmat. Mana yo'ldoshlarning ta'lining e'lon qilgan vaqtimi bo'ldi. Sevib keldi programmamizning ikkinchi sonining tanlaylik sohibxoni Şinjan Zafran Sağlamlık Başqaruv Çaksik Məsuliyyət Şirkəti. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Udun Biopentexnik Çəkiliş Şirkəti bilan Şinjan Özgü Mədəniyyət Tarixi Çəkiliş Şirkəti həmkarlığında işləyən Tivib Keldi proqramımızdan birinci sani vaqt münasibətilə müşahidə axırlaşdı. İkinci sonda hər xil məzmunlar sizlərni kütməkdə. İkinci sani görüşəylik, görüşkücə aman bulunlar, xeyr xoş.